Kanadadagi Uyg'urlardan Bilal Malik Uyg'ur Kanada bosh ministriga o'zining talab xatini yetkazish uchun 2021-yili 7-oyning 4-kuni Toronto shahridan yo'lga chiqib, Kanadadagi 10 necha shahardan piyoda mengib o'tib, 7-oyning 19-kuni poytaxt Ottavaga yetib borgan edi. Ayni vaqtda radiomiz bu vaqtda tafsiliy ma'lumot bergan edi. Bilal shu vaqtda 500 kilometrga yaqin yo'lni piyoda mengib, o'zining 4 turlik talab yozilgan maktubni bosh ministr ishxonasiga yetkazganligini aytgan edi. Maktubdagi 4 turlik talab munolay edi. Birinchi, Kanada parlamenti algan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini Kanada hukumatining rasmiy e'tirof qilishini talab qilish. Ikkinchi, Kanada hukumati bu qarorga qarata rasmiy harakat qo'llanish. Uchinchi, Kanada Olimpik komiteti Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish. To'rtinchi, Turkiyada turayotgan Uyg'ur panohlik tilaguvchilarni Kanadaga yerlashtirish. Bilal bu piyoda yo'l menish harakatini erkinlik marshi deb atagan bo'lib, kishilarning Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlar haqidagi tonishini o'stirishni maqsad qilgan ekan. Bilalning bu 15 kunlik piyoda safari haqida Qadoq bosgan qanliq yo'l nomli bir hujjatli film ishlangan ekan. Korona vabasi tufayli bu filmni ishlash va tarqitish ishlari keyinga surilgan bo'lib, yaqinda bu hujjatli film cho'ng-kichik festivallarda qo'yilishga boshlagan. Biz Bilalning 15 kun jarayonida putlarning qadoq besib ketganiga qaramasdan 500 kilometr yo'lni piyoda besib, bosh ministrga yetkazgan xatining natijasini bilib beqish uchun uning bilan qayta aloqalashdik. U ziyoratimiz jarayonida ayni vaqtdagi jafoliq 15 kunlik safardan keyingi natijalarni so'zlash bilan bir vaqtda safar jarayonida yerlik xalq rayonlarining birida yuz bergan bakma ta'sirli bir voqeani eslab o'tdi. Ammo bu voqea ayni vaqtda hujjatli filmga ilinmay qolgan ekan. Bilal bilan o'tkazgan suhbatimizning tafsiloti qiziqsanglar, diqqatinglar tuvandagi suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Bilal. 2021-yili sizning erkinlik marshi yurishingiz haqida xabar bergan edik. Kanada bosh ministri ishxonasiga talab xatingizni berganligingizni aytgan edingiz. Suhbatimizni shu yerdan boshlaylik. Sizningcha xatingiz bosh ministrning qo'liga tekkandimi? Shuncha yo'lni besib borganingizning natijasi bo'lgandek turamdi. Talab xatini 15 kun mangan kun oxirlashgan kuni bizning Uyg'urlar jamoatniki bir namoyish o'tkazdi shu Jason Trudeau mashu bosh ministr ishxonasining oldida. Ham shu vaqtning o'zida eng oxirgi nuqta shu ya. Shu yerda men xatni topshirish uchun bosh ministr ishxonasiga topshirib berdim. Bosh ministr ishxonasining keyinidan topshirgan yeri bor. Asli planimda Jason Trudeau bilan ko'rishish bosh ministr bilan-chi ishxonasini oldiga berib talab qilishdi, uni chiqishini talab qilib ko'rishdi. Biroq men kelishdim. Unda chimit burun u Ayshadan chiqib ayrılib ketib ekan. Bosh namoyish jarayonida bizning Uyg'urlar ko'rib va aqrab-jaqrab qitlashydi. Endi u xatni topshirib berdik, ammo u xat naqshu ministrning qo'liga tegishli emasligi muhim masala emas. Bizning ishni qilish jarayonimizdagi oxirgi nuqtamizga yetib bordik. Men xatni topshirib berdim. Uning bo'ldimi degan vaqtida men endi mening talabim bilan amalga oshdi demaymiz. Shundan keyin endi ba'zi bir ishlar yechilgan bo'lishi mumkin. To'rt talabning birisida shu bor. Dunyoning har qaysi joylarida salohiyatdan qiynalib musofir Uyg'urlarni Kanadaga akilishga hukumatning kuch chiqarishi hukumatning bir tadbir qo'llanish to'g'riliq bir talab muboshning arsida. Yurtingizga oilangiz bilan aloqangiz bormi? Men hozir o'zimning shaxsiy oilam to'g'riliq desammi, bu oilam to'g'riliq ahvol mushu Uyg'ur oilalari bo'layotgan umumiylik ahvol. Manlar emas, necha ming, necha million Uyg'urning oilasi bo'layotgan o'xshash ahvol bo'lganligi uchun buni men shaxsiy nomim chiqib meni oilamda deyishimda hech qanday hojat yo'q amaliyotda. Buni maqsadim hamma Uyg'urning uchrayotgan holatini ko'rsatish. Shu qitimliq faoliyatingizdan keyin Xitoy doiralari yoki shaxslar tomonidan biror tahdid yoki besimga uchradingizmi? Yolg'on Facebook hisoblaridan ayrim gap yozish, lilik chiroyli gap so'zlar, avvalda silashlar, masalan qattiq tuturuq gaplar, u bo'lar, nurg'un narsalar keldi. Ideal tayyorlab qo'yganlik uchun hech qaysidan esankirab qolmadim, hech qaysidan bir bearamchilik his qilmadim hozirgacha. Ashunda qanchalik jiq kelsa, men shunchalik jiq to'xtamayman endi. Masalan, to'xtab qolishim mumkin. Shu qitimliq safaringiz haqida bir hujjatli film ishlanibdi. Men film rejissyori bilan ko'rishgandim. Rejissyor sizning yerli xalq rayonlarining birida ajoyib ta'sirli bir bayroq ko'tarish voqeasiga uchraganingizni. Bu voqea bo'lganda sizning yoningizda bo'lmaganligi uchun filmga ola olmay qolganligini aytib afsuslandi. Shu voqeani radio anglovchilarimizga o'z og'zingiz bilan bir aytib beramiz. Men o'tgan rayonning ismi Shannon. Bu Kanadada alayda rayon. Mushu yerliklarning alayda rayoni. Ularning ayrim o'ziniki yerlik saxchisi bor, o'zining yerlik rayoni bor, o'zining yerlik qonuni bor shu rayonga tava. Endi men u rayonda o'tgan vaqtida biz 3 birodar. Shu kuni amra bo'lganlarmi. Shu vaqt biz Shannonda o'tgan vaqtimizda shu rayonning kirishida bir baliq uchirdi bizga. Menda Kanada bayrog'i bor, Turkistonning bayrog'i bor. Shuni ketib borsak, bizni chaqirib, unda ko'tarib mansang, sal biaram bo'ldi, bu yerkilar sevzanga bir xatar emas dedi. Territoriyaning bayrog'ini ko'tarib mansang bo'ldi dedi-chi ular. Shuni bilan bu do'konga chiqib olsak, bak bizdan kurashgan bo'lib, bizning bayrog'ini
ikki bayroqni ko'tarib keldi. E'lon qilib yangi bayroqni berdi. Bekorlik sanaqsiz. Shuning bilan biz o'zimizning bayroq bilan ikki bayroqni ko'tarib, ikki bayroqning birisi Six Nation deydi, territoriyaning bayrog'i, yana birisi warrior flag, jangchilarning bayrog'i. Oldida muhatla o'z vaqt urush bo'lganda, ang aldirmangan qabila. Shuning bilan biz ko'tarib manganiki yo'lda uchrab, mashina ketib qolganlar shu. 3 odam kam bular. Bizning ko'rablik mashinasi keyin qaytirib, shunda hamda o'rilib ketgidek aytdi, mashinasi qaytirib kelib bizni to'xtatib, nima bo'lsa ko'tarib mangan bizning bayroqni ko'tarmaslar, ma'lum bayroq deb so'raganda, biz yerda qisqa dialog bo'ldi. Mavla tushundirdi, madamda adam, madamda chiqib qoldim, madamda mangdim. Masalan, bayroqlarni ko'tardim degan ekan. Ular bu xush bo'lib ketdi, bizdan quchoqlashib ko'rishib. Yani bizim bayrağını sordu, ben bizim bayraqda düşünce verdim. Türkiye kavimlerinin nereden geldiğini. Aş muhak, üçüylesi muhak. Aşlarınki en kadim tarihlerden, 10 yıl burun, Silamış Orta Asya taraflardan kiliş nimalar var, tarihler şundan hatırlangan. Eğer sen tarih okup bakalım, bu bir hatırı bizden bir yerimiz tutuşduğun. Degende bir gemini kıldım da, iki oğullar tekim eran kıldı. Okşaydı kesler bizge de, çoğu vaktimden çeçim uzun, qardapdız, ne aşlar okşap kılgan vaktim. Qağağılarımı qaravunuz. Bizi ne kuşlarını, hem de okşayımız bir erkeli bilen bizim. Şunu ola öyle tutup aldı bizni. Miman kılımızda yeni keyikten birini oğlap keptik ya ola. Bu keyik nesiliga. Yani mihman qilimiz bilgan qabillalardagi cho'nglar aqsoqlarimiz yig'imi kashtaslarni mehmon qilib erta yo'l hisob qo'yamiz edi. Ya biz unda qilamiz chunki meni programmam aniq soatmanchida shanin yo'ldan chiqishim kerak deb ularni nomerlarimizni yig'ib ketdik kashda mehmonxonaga. Kashda ham bizga daqiqadan telefon qildi. Kelinglar biz ag'ini boraylik deb biz ertaga davomlashtiramiz edi. Shuna qilib nesni aloqalashgan bo'ldi ular bizda. Ular bizni ko'rib ajoyib xo'shib ketdi. Sirtdan kelgan bir ko'chman kelib ashana yerlik xalqini qo'llab bayroqni ko'tardi. Hozir ashu safaringizni eslaganda o'zingizning safaringizga qanday baho berasiz? Men hozir qaytirib qo'yildim, abay videoni qaytib ko'rdim. Rasmenda buningda chuqur tajribalarni saqlashni yakunlash kerak. Nurg'un narsalar kam qilig'liq buningda. Yetarli g'ulg'ul qo'zilmoqlik. Nurg'un cho'ng planlarim bor degandim shu vaqtdami. Amerikaga menib kelish Kanadadan. Kanadadagi yoshlarni bir yig'ish, shunda bir faoliyatni o'rlashtirish planim bor. Ana men hozir keynim qaytirib 3 yil avval bo'lgan shuni o'ylasam, nayt bir kichik ish qildik biz. Naytda yetersiz bir ish qildik deb o'ylayman hozir. 3 yil jarayonida nurg'un narsalar yuz berdi. 3 yil bir odamning nurg'un jihatga o'y xiyollarimiz o'zgardi, shundaymi? Hozirgi o'y xiyolimdimi nurg'un cho'ng o'zgarishlar bor masalan. Uyg'urlarning ahvolini nisbatan ular davosini qanday qilish, qaysi yo'lda menish, qanday usullarni ishlatish, bizga kallamda bor. Boshqa xil turli ish qilish. Ammo hozir uni ochiq deyolmayman. Oxirida boshqa deydigan so'zlaringiz bormi? Endi bu piyoda minish mening o'zim o'ylab chiqqan narsam emas. Bu Tibet jamoatidan kelgan. Buning aslida hozirgi Tibet yoshlar tashkilotining bir raisi bor, Sandy Sonam degan bola. Shu Torontodan Niagara chaqiribmisiga piyoda manga vaqtida men bir kun birga mangan. Shu vaqtida mushkul narsa ashundan kelgan men. Shu vaqtdagi maqsadim yoshlarga bizning har xil uslubda, masalan, noqolallik namoyish qilishlar emas, boshqa har xil usuldimi bizning Uyg'ur davosi ilib borgan bo'ldi. Gollandiyada ba'zi yoshlarni qildi. Davomli shuni mustabir to'xtab qolmasligini qaytadan bir yangi harakatlarning boshlanishini, bo'limi ko'proq yoshlarning texim chiqishini, bizga ulgu bo'lishini, yana davomli bir yangi narsalarning paydo bo'lishini umid qilaman. Bilal Malik Uyg'ur 2021 yil 7 oyda Kanada bosh ministriga o'zining talab xatini yetkazish uchun Torontodan Ottavaga 15 kunlik erkinlik marshi nomli piyoda safarni olib borgan edi. Bilal Uyg'urning bu yurishi Kanadadagi Oxirat studiyosining rejissyori Muhammad Omran Omeydning diqqatini tortgan bo'lib, u bu vaqtda bir hujjatlik film ishlash uchun Bilalning safarining tunji kunidan boshlab uning bilan birga safar qilgan. Muhammad Omran Omeydning bildirishicha, u Bilal bilan birga safar qilish jarayonida Bilalning jismoniy va ma'naviy jihatdagi besimlarni qanday yengib yo'lini davom qilganligiga shahid bo'lgan. 15 kun piyoda minish jarayonida Bilalning putini qadoq besib, qanab ketgan bo'lsa-mu, ammo u yo'lini izchil davom qilgan. U Bilalning jasorati va irodasiga qoyil bo'lganligi uchun bu hujjatli filmga qadoq bosgan qanliq yo'l deb nom qo'yishni qaror qilgan. Mazkur film 2022 yil 7 oyda tamomlangan bo'lib, shuningdan keyin Kanadadagi Toronto Mustaqil film festivali, Montreal Mustaqil film festivali qatorliq nurg'un cho'ng-kichik festivallarda qo'yilgan. Montreal Mustaqil film festivalida eng yaxshi hujjatli film nomzodligiga ko'rsatilgan. Bu film ayni vaqtda mukofotga erishalmagan bo'lsa-mu, ammo baholag'uvchilarning nihoyatda yuqori bahosiga erishgan. Mazkur film yana bu yil mayda Windsor xalqaro film festivalida qo'yilgan bo'lib, bu festivaldami nihoyatda yaxshi baholarga erishgan. Biz bu munosabat bilan film rejissyori Muhammad Omran Omeyd apandini bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Bu hujjatli film 2022 yil qo'yishga boshlanibdi ekan, lekin yaqindan buyon ijtimoiy taratqularda qaytadan kun tartibga kelibsizlar. Buning sababi nima?
We decided to start promoting the film now for a couple of reasons. The last festival it was submitted to was and accepted into was the WIF Windsor International Film Bir Festival. qancha sabab tufaylidan qaytadan kun tartibga kelishni qaror qildik. Birinchidan, filmimiz yaqinda Windsor xalqaro film festivaliga qabul qilindi. Bu festival xalqarada xili to'nilgan film festivali. Hamda mazkur festival Windsor xalqaro film festivalining 20 yillik xotir film festivali bo'lg'achqa tanlangan filmlar 2 haftaga qo'yiladi. Shunlashqa filmimizni har qaysi ijtimoiy taratqularda qayta kun tartibga kelishga tirishdik. Yana bir sabab bo'lsa, Parijda o'tkazilayotgan Olimpik musobaqasiga doir xabarlar bilan birlikda mazkur filmni kun tartibga kirgizish. Chunki Bilalning ayni vaqtda bosh ministrga sungan talablarining biri Kanada Olimpik komitetining 2022-yil o'tkazilgan Beijing qishliq Olimpik musobaqasini boykot qilish edi. Shunlashqa Parijda Olimpik o'tkazilayotgan mezgilning Bilalning ayni vaqtda Uyg'ur xalqi uchun qolgan talablariga yana bir qatim kishilarning diqqatini tortish uchun yaxshi vaqt deb qardik. Since the Olympics are going on now, and we could kind of use that trend and momentum to bring attention to this cause in this film and what Bilal did. Bu filmni ishlash fikri qanday bo'lib o'tirg'i chiqib qoldi? I began researching more about the Uyghur genocide. Men Uyg'ur qirg'inchiligi haqida nurg'un xabarlarni ko'rdim. Ko'rgan sari bu zulm haqida yetarlik bir ish qilinmaganligidan hayron qoldim. Shuning bilan ijtimoiy taratqular orqali Mehmet To'xt qatorliq Uyg'ur faoliyatchilar bilan aloqa qilishga boshladim. Kanadada turishliq oilasi lagerlarga qamalgan nurg'un Uyg'ur oilalarining hikoyalarini oldim. Undan keyin Bilalning mush zulmlarni Kanada bosh ministriga yetkazish uchun Torontodan Ottawaga piyoda yurish qilganlik xabarini oldim. Bu zulmni oltishning o'zgacha yo'li edi. Bilginingizdak musulmonlar har yerda ojiz, ziyonkashlik uchirg'uchi bo'lib ko'rinamiz. Lekin men Bilalning piyoda yurish safarida zulmga qarshi bir umidni ko'rgandek bo'ldim. Men kishilarning mushundoq oddiy yo'llar bilanmi o'ziga zulm qiluvchilarga qarshi kurash qilg'ili bo'lganligini ko'rish kerak deb o'yladim. I think that people need to see the element of fighting, that people need to see us standing up against the oppressors in this way. Bu filmning sizga qoldirgan ta'siri qanday? Just another thing about this film that was very unique, considering what I'm working on. Bu film men uchun nihoyat alohida. Men hozir boshqa bir temada film ishlayapman. Kayfiyat faqat o'xshamaydi. Bilal haqidagi shu filmni ishlash jarayonida Uyg'ur jamoati bilan o'tkazgan vaqtlarimni hargiz unutib qolmayman. Uyg'urlar nihoyat oqko'ngil, mehmondo'st musulmon xalq ekan. Bizni bir qancha qatim o'zlarining masjidida o'tkazilgan faoliyatlarga taklif qildi. Men Uyg'ur emas. Ularning menga to'liq ishinib turib, o'zlarining hikoyasini aytishimga ruxsat berishi oddiy bir ish emas. The amount of trust that they had for me to tell their stories and to be there and to capture things was amazing. Bu filmning rejissyori bo'lish sifatingiz bilan sizning bu filmdan kutgan umidlaringiz nima? I hope as many people as possible can see this film and to understand what the Uyghur people are going through. Men jiqroq kishilarning bu filmni ko'rishini, Uyg'urlarning beshiga kelgan zulmatni tushunishini, musulmon bo'lsin, bo'lmasin bu reallikqa diqqat berishini umid qilaman. Bu filmning musulmon qarindoshlarning Uyg'ur musulmonlarining ahvoliga bo'lgan to'g'nishini o'stirishiga, Bilalga o'xshash Uyg'ur qarindoshlarga ko'ngil bo'lib, ular uchun biror amaliy harakat qilishiga turtki bo'lishini umid qilaman. Musulmonlar Uyg'ur qarindoshlari uchun o'rnidan turib harakat qilishi, ya'ni hech bo'lmasa yerlik hukumat organlariga xat yozish kerak. Mayli Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lsin yoki dunyoning boshqa yerlarida musulmonlarga yurgizilayotgan har qanday bir zulmda bo'lsin, men musulmonlarning ziyonkashlik uchirg'uchi salohiyatidan qutulishini umid qilaman. Bilalning bu harakati musulmonlarni azroq bo'lsa-mu uyg'otishini umid qilaman. I want us to stop being the victims and I'm hoping this will wake up Muslims a little bit as well. Oxirida deydigan boshqa so'zlaringiz bormi? My message to Uyghurs who are in a similar situation as Bilal is Bilalga o'xshash taqdirga duchor bo'lgan Uyg'urlarga deydiganim, beshinglarga kelgan zulmatni dunyoga oltishdan to'xtab qolmanglar. Xitoyning sizlarni chet ellardami tizginlab qo'yishiga ruxsat qilmanglar. Esinglarda bo'lsin. Xitoy qancha kuchli bo'lsa-mu Allohdan kuchli emas. Yana bir diqqatim tortgan nuqta shuki, Uyg'urlar shuncha og'ir zulm tortayotgan ahvolda ba'zi Uyg'ur musulmon qarindoshlarning Falastindagi musulmon qarindoshlar uchirgan zulm haqida ovoz chiqarganligini ko'rdim. Falastin va arab davlatlaridagi xalqlarmi o'xshash Uyg'urlar uchun ovoz chiqarish kerak. Biz bir-birimizdan o'rganishimiz, birlashishimiz kerak. Filmim orqali butun musulmonlarga bermoqchi bo'lgan uchurim bo'lsa, biz kuchimizning yetishicha bir-birimizni qo'llashni, bir-birimiz uchun ovoz chiqarishni davomlashtirishimiz kerak. We need to keep pushing and speaking for each other as much as we can as well, inshallah. Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.